Assalomu alaykum azizlarim. Ulug' bayramimiz bilan chin qalbimdan tabriklayman sizlarni. Avvalo onajonlarimizni. Mana onajonim umr ko'rgan, 9 ta farzandni voyaga yetkazgan, bizni o'qitgan, duo qilgan. Hozir eslatib, ta'zim qilib faxrlanamanki, onajonlarimizga teng yo'q. G'amxo'rlarimizga teng yo'q. Iloyim bardam bo'linglar. Iloyim sabr taqatli bo'linglar. Iloyim sizga Xudo quvvat bersin u bolalarning huzur halovatini ko'ringlar azizlarim. Turmush o'rtoqlarimga murojaat qilib, mana shu ayniqsa birodarimlarga, do'stlarimga, barcha erkaklarga avaylab turinglar turmush o'rtoqlaringizni. Bu eng yaqin odamlaringiz. Sizni haqiqatan ham avaylaydigan, sizga haqiqatan ham g'amxo'r bo'lgan bolalaringizni shu bariga olib, duo qilib, tarbiya qilib, kechasi kunduzi ularni duo qilib, bu faqat bizni turmush o'rtoqlarimiz. Men masalan 57 yildan beri Tanziraxon bilan birga yashayapmiz. Farzandlar, nevaralar, evaralar va hammasini albatta mana shu tarbiyasida mana turmush o'rtog'imni xizmati behad, beqiyos. Ko'p yurdik, mutolaa qildim aspiranturada, yotoqxonalarda yashadim, ijarada, Afg'onga ketdim. Ko'p mamlakatlarda yurdim va doim yonimda biron marta yo'q demasdan, charchadim demasdan, doim labay deb sharoit yaratib berib turmush o'rtog'im. Va men o'ylayapmanki, hamma erkaklar, ayniqsa hozir ta'zim qilib aytyaplarki, rahmat sizga. Shu siz borki, siz biz bormiz. Siz borki, bolalarimiz bor. Siz borki, turmush o'rtoqlarimiz. Aziz ayollarimiz, biz tinchmiz. Bu juda katta ahamiyatga ega bizning tinchligimiz. Qizlarimiz, ular umuman betakror bir xazinamiz har bir oilada. Chunki qizlarimiz bizga mehr bilan qaraydigan, xizmat qiladigan, labay deb yuradigan va doim bizga qaraydigan bu sevimli, ajoyib qizlarimiz. Va men muallim sifatida yana bir qizlarimga 62 yildagi muallim tajribasi bilan yana bir marta qizlarimga, mana talabalarimga rahmat deyman. Men faxrlaman qizlarim bilan. Mana hozir universitetimizda agar bu yangi xalqaro texnologiya universiteti bor yo'g'i 2 yashar bir go'dakcha va 370 ta talaba bo'lsa agar, shularning orasida 103 ta qizlarim bir-biridan go'zal. Va men faxrlamanki, mana shu qizlarim yangi O'zbekistonni tubdan yangi avlod. Chunki agar ilgari injenerlar o'zbek rus tili bilan, hozir mana qizlarim bo'lajak siyosatda, ilm fanda, iqtisodda, biznesda, tarbiyada mana qizlarim bu injenerlar sof, nafaqat o'zbek, rus va tojik tili bilan, lekin shu bilan birga ingliz tili, xitoy tili, koreys tili bilan. Bu qizlarim IELTS bilan kamida 6-7, ba'zilari 8 olgan. SAT'da nihoyatda yuksak marralarga erishgan. Mana bu qizlarim bu hozirgi O'zbekistonni gullari, hozirgi O'zbekiston namunalari. O'zi do'stlar, yana bir marta mana shu 8-mart kuni xotin qizlarimizga, onajonlarimizga, qizlarimizga, barcha vatandoshlarimizga qarab nima deyishimiz kerak? Xudoga shukr erishganimizga, Xudoga shukr borligimizga va biz erkaklar, o'g'illar, mardlar faqat ta'zim qilib yurib, g'ururlanib rahmat deyishimiz kerak ularga. Salomat bo'ling, ta'zim sizga.